Assalomu alaykum hurmatli Comfort kamera va men Qosimov Saydullaxon. Bugun biz sizlarga Aziz kamerasining obzorini ko'rsatib beramiz. Qani buni endi sekin-sekin ochamiz. Buni ichida birinchi o'chibdi, mana eng kerakli narsasi bu QR kodi. Shunga qarab telefondan turib skaner qilib kamerani ulab olamiz. Buni yo'qotib qo'yish kerak emas. Xo'p, bu yog'iga keladigan bo'lsak, mana bu kronshtaynni tepaga qotirib, kamera shunga qotiriladi. Mana bunday qotiriladi bu. Va zaryadkasi simi 3 metrlik sim bo'ladi. Bu kameragacha yetib oladigan qilib qo'yish kerak va kameraning o'zi mana 2 megapiksellik kameramiz. Bu 360 gradus oladi. Zvuk eshitadi. Telefondan turib gapirsanglar ham bo'ladi. Telefondan onlayn bemalol ko'ra olasizlar. Zapisi 256 gigabaytgacha fleshga qo'ya olasizlar. Bu taxminan 40 kunlar degani, bemalol zapisni qaytarib qo'yishlar bo'ladi. Mana bu joyida fleshga qo'yadigan joyi bor. Bemalol Comfort kameraga murojaat qilsanglar, uylarga borib o'rnatib ham bera olamiz.